Ko'chani oxiriga keldim. Diditdinchi? Didit. Erga davom etmasang. Ajrashaman, jonim. Hey! Nima ajrashaman deyapsanlar? Mana meni gapini eshitding, rais buva? Rais buva, meni dugonalarim, erlar, xotinlariga gelik sovg'a qilyapti. Meni nimam kam? Siz dadangiz velimiymaga gelimiymoqchimisiz? Ali, ha, xotin. Ovqat chuchvara qil. Chuchvara. Bo'pti. Va Jennifer Lopez, sizga bitta savolda, mo yeringiz ust-boshlarini qachon dazmol qilgansiz? O, yuzi bilan patsvet bo'lib qopti. Davay uyga kiramiz hozir, bolalar yaxshi qarab yerda duo qilib o'tiramiz. Tushundingizmi? Davay bigon bilan zangilib o'ying. Kimsiz o'zi siz? Bizga aql o'rgatasiz, chol. Yopi og'zingni, oldimga tashlay, tez. Qo'yvaring siz ham jonimga tegib ketdingiz. So'zlarim yetib bormagan qalblarga achinmadim. So'zlarimga achindim. Reazor, Stope. Barsizor, Reazor deb tortishasanlar. Bir-biring bilan itmishib bo'lasanlar, o'ldirib qo'yguday istoriyalar qo'yasanlar. Hozir Mbappe kelyapti-da, Samandarjon meni deb tortishyapti deb Ispaniyadan kelyapti-da. Mana keladi. Sen Barsizor deyapsanmi? Ha, bo'pti, Barsizor. Sen Reazor deyapsanmi? Reazor. Bekallarni 5 tasini aytdi. Tur yo'qol nariyoqqa. Ana Reshford kelayotgani ham yaxshilikka bo'lyapti. Zo'r bo'l. Yozning issig'ida Flavis ketadi-da, ko'z tegmasin. O'zbekistonda Luboy hududida bor. Mana shu Flavisning nokligichi o'ta mo'tadil chiqqan. Subtropik mamlakatlardan ham top bo'lmaydi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Otasiga rahmat ixtiro qilgan odamdi. Bekarga yil brendini olmaganda bu Flavis. Va mahalla obodonchiligiga qarab sonsoxonaga sous qilamanmi? Jonginam yurayor edi. Beparosat. Seni itarar ekan. Kim? Men. Deng. Ota, tinchlikmi, nima bo'ldi? Akkumulyator o'tirib qoldimi deyman-da. Akkumulyatoriz ambulatoriyaga admin bo'pti. Simingiz bormi? Yo'q-da. Zavod qiling. Bo'ldi. Baraka top, otangga rahmat. Isming nima? Yolg'iz tarakan. Kulamiz ketyapti. Odamni tellab ham ketyapti. Nima bu tog'a niyaga sharsharasi? Ko'rmaysanmi, jiyan bu issiqni Luboy odamni terlatib yuboryapti-yu. Siz bunday qiling tog'a, mana Ecodray'da spreylardan foydalaning. Hidi yo'q, rangi yo'q. Bitta sepsangiz 7 kunga yetadi. 7 kun terlatmaydi. Buni faqat aptekadan topishingiz mumkin. Eng zo'r mahsulot. Yurormay buni qilib. Bu oyoqqa ham seping iloji bo'lsa-chi, mana odamlar o'lib qolishmasin oyoq kiyimda yechgandan keyin. Tezroq foydalaning. Ana Niagara sharsharasini suvdan aseton deydi kelyapti-da tog'a. Jiyanlarim qaytdi. Ichkarida sinfdoshlari bilan kino ko'rib o'tiribdi. Zo'r kino. Qanday kino? Emmanuel. Nima qilyapsanlar? Disklardan bittasini olsam bo'ladimi? Cho'taman olsa issiq, hozir ko'rilgan shekilli mashinasini olaman. Iltimos, tegma, bu diskga tegmay tog'a, iltimos. Rasvo, qanaqa kino ko'rganingni bilmayman deb o'ylayapsanmi? Bu tog'a urmay, boshqa unaqa kino ko'rmaymiz. Ha, qo'yag'lar kino ko'ribsanlar. Ha, ukam bilan ko'rishga balo bormidi? Dada mashinangizni sotsa nech pulga ketadi? Ha, 30 ming dollarga ketadi o'g'lim. Bir urib 3 mingga ham ketmaydigan qilib qo'ydi. Hazzalar ko'randa sen meni qo'lga o'ran qilasanmi? Evet, kitebre. O'la qo'rqtording. Dada jo'jalarga suv beraman deb benzin berib qo'yibman. Xudoy chiqib tinchlik bo'lsin-da. O'zlari ko'randa jo'jalarga nima bo'ldi keyin? Dada jo'jalaringiz benzin ichgandan keyin qisa anomal issiqda reaksiyaga kirishib, olov purkayapti. Drakon bo'lib qoldi jo'jalaringiz. Bu zarar ko'randa jonimdan jah to'ydirdi. O'ldirishga qo'ysan nech pul ketarkin-a? Kattalardan hech kim yo'q degan, middan kelish shekilli. Kim bor, qarab boringlar. Dada gazdan kelishdi. Keling. Yaxshimisiz? Dada meni to'kurdi.
Ha, zararkunandan yana nimani boshlading? Yangi olgan elektromobilingizni transformatorda zaryad qilaman degandim. Transformator portlab ketdi. Elektromobilingiz ham bang portlab ketdi. Keyin hali urishtirib yurgan dakan xo'rangiz bor-ku, uni ham to'kirdi. Jonimga chip ketding sen zararkunanda. Yo'qol. Sobir Inderjit qizini uzatyapti. Kelin mixtay xizmatni qilib qo'yish. Ertaga Komilnikida mol so'yiladi, go'sht tarqatiladi, ov olishoma. Mahallani obodonchiligiga qarash. Inderjit to'yla qulluq bo'lsa, meni olib qo'ysinlar. Menga qara, hozir qizing ketayotgandan-chi yig'lamayın, tushundingmi? Ketgandan keyin bitta xonaga qamab qo'yaman, ullab yig'layverasan. Kuyovlar kelyapti. Nima qilyapsanlar bari? Kedaysanlar nososramasda. Ha, beparosa. Bu bo'ldi, raqam xotinlik bo'ldi. Baqirmoq, buyini baxtiga sog' bo'lgurdi bolalari. Uzr, tog'a. Shunaqa so'kishasiz edi, voy. Jup qilib o'tirish. Aka, men o'zim kiraman. Yo'qman. Men o'zim kiraman. Olishay mana kim bolasi? Hamma pulni o'zi olmoqchi. Ama modadan qolgan pulni qistirishma. 100 mingtalik, 200 mingtalik pullarni qistirish. Arkamanmisan? Har qistir. Beparosat qo'lga beradi, qarang. Beramiz, qarang. Ye kuyov bola uyat bo'lsa kerak 5 ming so'm qistirsangiz. Amaki, men kuyov bola emasman, mana kuyov bola. Qo'yag'i bormi kuyov bola bilan bir xil qilib kiyib olib? Tur yo'qollar yoqqa. Mana uni olib chiqib tasha, beparosat bilan kurakka tutatish desam, sapkovoyga tutatib berishdi. Uxdanli. Flavis yangi chiqqanimi? Golubika, Chernika. İçsam bo'ladimi? Biz ham ichgani keluvdik, Flavis ichgan. Ha, siz Flavis ichgani kelgansiz. Ana qizni oldiga kelmagansiz, to'g'rimi? Qani, bitta ichib ko'raylik-chi, yangi chiqqanimi? Ha. Voh! Yangicha tam. Golubika, Chernika yomon chiqibdi. Bu tamdichi men qayerda tatib ko'rganman, bilasanmi? Qayerda? Hozir mana shu yerda tatib ko'rdim-da. O'ta go'zal chiqibdi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti Flavischi. Bu yangi chiqqanini ham, boshqalarini ham O'zbekistonda luboy hududidan topsang bo'ladi, uka. Rais buva, sizni so'zga chaqirishyapti. Avvalo 2 yoshga baxt tilashdan oldin mana shu xalq bilan jicha hisob-kitobli ishim bor. Bu onangni emgir qishloqda bolalari to'y boshlandi desa, mana shu sahnani tarakanday bosib ketadi. Gullama dedim. Shake, madam shake. Madam shake. Dada radardan xat kelsa jahli chiqardi-yu, men radarni ustidan izolyatsiya qildim. Nima qildingiz o'g'iltoy? Remenni taqmasdan palasani 30 marta bosib o'tdim mashinangizda. Poplabmanmi? 30 marta. Oy yuragim. Ey, zo'rida olib qo'yganman, olib chiqsinmi? Zo'r bo'lardi. O'g'iltoy. Dada, Hali dendiga aroq olib chiq. kecha marojna keluvdi, ichidagini to'kib tashlab, shishasiga marojna oldim, dada. O'g'lingizga qo'ysan hech kim olmayapti. Nima qilsamligini? Dada chanqadim. Yo'l. Dada choy deb o'ylabman. Shu bolani dastidan admin bo'lib ketmasam bo'ldi. Alo, qayerdasan? Manisadaman. Banisada? Nima qildi? Mashina urib ketdi. Qayerda? Ada sizmidingiz? Yonayni. Qayerdasan? Brand Rose'da skidga bo'layotgan ekan, shunga keldim. Dada futbolka finkalar 39 mingdan bo'lib ketibdi. Dada kuzgi litrokalar 129 ming so'mdan ekan. Dada shim, krasovka, maktab forma, luboy narsa qo'ygani 99 ming so'mdan. Maktabga ham masjiddan qilsangiz bo'ladi. Xullas Brand Rose'ga admin bo'lasiz kelsangiz. Dada batotni yorib qo'ydim. Dami chiqib ketdi, kelib to'lasin deyapti. Chaqirdingmi dadangni? Shu meni so'kotsan, ha? To'xta.